Bugungi kunda biz bemalol ovqat yetkazib berishga buyurtma qilamiz. Taksi chaqiramiz, kuryerlarni, do'konda mahsulot yetkazish. Oddiy hol, kiyim-kechak, dori-darmon, gullar, hatto uyga suv ham buyurtma qilamiz. Biz hayotimizni osonlashtirishga allaqachon o'rganib qolganmiz. Lekin negadir klining haqida hamma ham bilmas ekan. Aslida esa tozalashni ham shunchaki buyurtma qilish mumkin-ku. Klining chaqirish bu yalqovlik emas, uyat ham emas. Bu vaqt va kuchingizni tejash, o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Charchoqsiz va asabsiz, toza va shinam uy. Biz uyingiz nima uchun buncha kir deb kelmaymiz. Biz uyingizni tozalash uchun kelamiz. Agar siz klining xizmati borligini hozirgina bilgan bo'lsangiz, bu mutlaqo normal holat. Eng muhimi, endi siz bilasiz. Tozalikni ham buyurtma qilish mumkin. Tozalikni ham dastavka qilish mumkin.